Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun Faton Nauman S avtomobilimizda sotuvda mavjud. Ushbu avtomobilimiz Isuzu bilan bir xil razmerga ega, yuk ko'tarishi ham 11 tonnani tashkil etadi. Avtomobilimizning narxi 650 million so'm. Shu shassi holatida. Avtomobilimiz ham bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Xo'p. Avtomobilimizga Cummins motor 6 ta silindrli 261 ot kuchiga ega dvigatel o'rnatilgan. Hop, korobkamiz Fast Gear 8 talik korobka. AdBlue 200 litrlik bak mavjud. Avtomobilimizda salon qismida o'zgarishlar bor, o'ziga yarasha. Ko'rib turganinglardek pnevmatik sideniya. Rullarimiz oddiy. Mana bu yoqda bokovoy upravleniyalari, bokovoy oyna обогрев mavjud. Oynamizni istadigan kabinani ko'tarish uchun knopkasi. Bu yoqda cruise control, ACR sistema, cruise controlga qo'shish, ayirish, endi kamaytirish skorousini konditsioner mavjud avtomobilimizda. Va yana bitta qo'shimcha qulayligi avtomobilimizda spalnitsiyani mavjud. Oldida 3 kishi uchun joyi bor. Hop. Oynalarimiz elektronik ko'tarib tushiriladi. Ichkaridan regulirovka bo'lishini aytdim. Ko'rib turganinglardek narsalar qo'yish uchun joylari mavjud. Bu yoqqa multirul qo'ydirib olsanglar bo'ladi. Bemalol 8 talik uzatmalar qutisi. Havo yordamida ruchnoy tormoz mavjud. Avtomobilimizning kabinasi yumshoq bo'lishi uchun orqada mana amortizatorlar bilan kabinamiz o'rnashtirilgan. Bu Yamada endi kabinani to'kib tashlamasligini oldini oladi. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Ramalar qalinligi. Va yana agar sizlar buni ustiga furgon ustanovka qilib yoki samosval qilganinglarda ham bu yoqga farkop ustanovka qilib turib, o'sha pritsep ulaganinglarda ham mana sizlarga joyida mana tayyor havo shlanglari shu yordamida ulab ketasizlar. Bu ham qaysidir ma'noda ishlarni yengillashtiradi. Bu yoqda massif включатели, receiver ikkita katta akkumulyator qo'yilgan buning ichida. Akkumulyatorimiz bloki va glushtil Euro 5 standartlariga to'liq javob beradigan. Va mana bu tashqaridan o'sha kabinani ko'tarish, ya'ni tushirish uchun ishlatiladigan blokimiz. Bu agar ko'chada buzilib qolsa, mabodo buzilmasin, u sizlarning ishingizga ancha yordam beradi, nagruzkani kamaytiradi. Sizlarga ushbu avtomobilimiz yoqqan bo'lsa, pastda raqamni qoldiramiz. O'sha raqamlarga bemalol aloqaga chiqib to'liq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Yoki YouTube kanalimizga o'tib olsanglar, shu avtomobilimizning to'liq videosini joylashtiramiz. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Sizlarni avtosalonimizda kutib qolamiz.